Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravisi nazariya dərsimizə xoş gəldinizlər. Bugün 8-ci dərs, yəni yol beriş qatnaş taxtaları bilan biraqır tanışıb çıxmamız, yəni Forrangspordan. Aldıdan bu dərsni sözləşdim burun. Şu dərsdə köp uçuraydigan gollandca atalğılarını qısqaça tushundirib o'tishni loyiq ko'rdim. Yəni birinci atalğı Forrang. Yani Forrang degandan keyin bu gollandca ma'nosi biror ish harakatni oldin qilish huquqiga ega bo'lish degan ma'noda. Endi bizning bugungi bu qatnash nazariyasi darsimizda, ya'ni qanday ish harakat degan vaqtda shu mashinani oldin haydash huquqiga ega bo'lish demakchi. Andan bu Forrang bilan birga keladigan bir qancha ahvollarga asosan uning ma'nosida yana ozroq o'zgarish bo'ldi. Yani bu imtihan so'rovlarda ko'p uchraydigan shakllari Forrang haben. Yani oldin qilish huquqiga ega bo'lish, demak jo'g'ini mashinani oldida haydab minish huquqiga ega bo'lish, oldida minishga ruxsat qilish degan ma'noda. Forrang kriegen bu o'xshash ham Forrang haben, Forrang kriegen ikkisining ma'nosi o'xshash. Ya'ni oldida minish huquqiga ega bo'lish demakchi. Andan Forrang geven bilan Forrang verlenen. Yani bu ikisining ma'nosi o'xshash. Yani Forrang geven oldida qilish huquqini berish, qarshi tarafga berish, oldida qilishni o'tkazib berish deb, demak jo'g'ini yo'l berishni ko'rsatmoqchi. Forrang verlenen deganmi yo'l berish deganni bildirdi. Endi darsimizni boshlaylik. Biz bugun mushu rasmdagi qatnash taxtalarining belgisini o'rganib o'tamiz. Ya'ni Forrangspordan deganda asosiy mush taxtalarni o'z ichiga oldi. Qani bularni bir-birlab birinchisi, ya'ni sizlar mush rasmda ko'rgan mush belga, ya'ni g'ich shakllik belga. Bu belga odatda sizlar mana rasmda ko'rgandek yo'llarda, mush yo'lning yan taraflarida bo'ladi. Yani mush belgi bar yo'l Forrangsweg. Yani agar biz mush taxtini ko'rsak, mush yo'lda demak men hozir oldin minishga bo'ladigan yo'lda minibdiman deb, ya'ni oldin minishga bo'lish demak jo'g'ini, ya'ni men yan tarafdan agarda mush yo'lda ko'pinchalarda bu belgi bar yo'llarda odatda o'ng tarafdan, so'l tarafdan keladigan yan yo'llar chiq bo'ldi, yan ko'chalar chiq bo'ldi. Lekin shu yan ko'chalardan kelgan har qanday qatnash vositasi bizga yo'l beradi demakchi. Yani biz mush yo'lda mang'anligimiz uchun bizning yan tarafdan kelgan qatnash vositalariga yo'l berishimizning hojati yo'q deganni bildirdi. Ondan bu belginingki oxirlashganligini bildirgan belge, ya'ni shu boshda ibn rasmdagi belgiga o'xshash, lekin ustida 3 tal qora siziq bor. Bu deganlik, endi sizning oldin minish huquqingiz oxirlashdi demakchi. Ya'ni bu belgidan keyin agar yon yo'ldan kelgan qatnashlar, ya'ni hammasining bizga yo'l berishni tayin, shunga alohida diqqat qilib o'ng tarafdan, so'l tarafdan qatnash kelyapti. Bizning oldin minish haqqimiz bormi, ularning oldin minish haqqi bormi? Ya'ni diqqat qilib haydashimiz kerakligini bildirdi. Endi ma belge 3 bulunning ichidagi o'ng tarafdan, so'l tarafdan ikki istiralkini ko'rsatib qo'ygan. Bu belge odatda kesishma yo'l eg'izlarida bo'ladi. Bu kesishma yo'l eg'izlaridagi yo'l berish taxtasi. Bu belge ya'ni yon tarafdan kelgan qatnash vositalarininki bizga yo'l berish kerakligini bildirdi. Masalan, so'l tarafga rasm qarasanglar, oq mashina bar yo'lda belgi bor. Demak, mendagi qora mashina bilan qizil mashina oq mashinaga yo'l berdi. Oq mashinaning boshda minish haqqi bor deganni bildirdi-chu. Buning yana bir xil misoli, mana masalan, men rasmdami, menda bir yan yo'l bor ekan, lekin yan yo'ldan kelgan qatnash bizga yo'l beradi ekan. Shuni bildirmoqchi. Endi yana bir belge Forrangskreuzing, ya'ni 3 bulun shakllik 3 bulunning uchi bizga qaratilgan. Bu bir xil yo'l berish taxtasi.
Mush uch bulunun uchi kimga qaratilgan bo'lsa, shu yo'l beradi deganni bildirdi. Masalan, ma rasm qarasanglar, ma dars mashinasida hozir ma taxti bor. Mush uch bulunun uchi mashina qaratilgan. Demak, masalan, ma yo'lda agar man moto bo'lmagan ahvol ostida, ya'ni bu hozir bu mashina bilan motoning kim boshda mangdi, shuning qarab hozir u darsga tiqganmidik, keyin qitimliq darsni so'zlaymiz. Masalan, ma yo'lda hozir man moto bo'lmagan bo'lsa, man mashina uch bulunning uchi mashina qarag'anlik uchun mashina yo'l beradi deganni bildirdi. Masalan, o'ng tarafdagi rasm amaliy yo'ldan tortilgan rasm. Qarsanglar, hozir men o'ng tarafda bir yon yo'l bor ekan. Agarda o'ng tarafdan bir qatnash kelgan bo'lsa, uch bulunning uchi bizga qaraganlik uchun agar biz ma yo'lda haydab ketib borgan bo'lsak, u vaqtda biz o'ng tarafdan kelgan qatnashga yoki so'l tarafdan kelgan qatnashga yo'l beramiz deganni bildirdi. Endi stop board, ya'ni bu to'xtash belgisi, ya'ni bu belgi sizlar rasmda ko'rgandek, o'sha ustida stop degan xat bor. Bu belge birinci çoxum to'xtash kerakligini bildirdi. Ikkinchidan yon tarafdan kelgan qatnash vositalariga yo'l berishimiz kerakligini bildirdi. Ya'ni bu belgini ko'rganda çoxum to'xtab, o'ng so'l tarafga qarab o'tib, agar qatnash vositalari kelgan bo'lsa, yo'l berib o'tib, agar hech qanday qatnash vositalari bo'lmasa, bexatar bo'lsa, ondan mangsak bo'ldi. Normalda amaliyot imtihonlarida mushta yo'llarga çoxum kirgizuvchi bir ko'p uchraydigan xatolik, yanımda qaraplam qatnash vositasi o'ng tarafdan so'l tarafdan mashina olmay qolib qolsa, mashina to'xtatmay agar haydab ketib qolib qolsaqmi, o chaqda rasmiy amaliyot imtihonida bir ig'ir xatolik o'tkazgan bo'lamiz. Shu bir sababdan o'tkazmasligi mumkin. Ya'ni o'ng tarafdan so'l tarafdan mashina kelsin, kelmasin, mushtaqni ko'rgandan keyin cho'qim mashinani to'xtatib, birinchi xotga silib, ondan qarvatgandan keyin ondan haydashimiz kerak. Ya'ni stop to'xtash belgisi. Endi hayintandan lahang tishi belgisi. Ya'ni bu belge mushta yo'lning ustida bo'ldi. Odatda rotondada, kesishim yo'l eg'izlarida bu belge bekcha uchraydi. Ya'ni bu belgening uchi kimga qaragan bo'lsa, shu yo'l beradi deganni bildirdi. Masalan, ma rasmga qarasanglar, bir aylanım yo'lda mashina ketib boradi. Ma ko'k mashinada ma belgim bor ekan, qatnash taxtisi yo'lning o'ng tarafida ham lahang tishi belgisi yo'lning ustidan bor ekan. Demak, ma mashina ma o'ng tarafdan so'l tarafdan kelgan mashinalarga yo'l berish kerak degan. Shu masalan, oldidan ma aylanmaning ichidagi mashina mangdi. Bu mengib bo'lgandan keyin ondan ma ko'k mashina kirib haydasa bo'ladi demoqchi. Ya'ni shu lahang tishining belgisi kimga qaratilgan bo'lsa, shu yo'l beradi deganni bildirdi. Asosliq yo'l berish taxtillari mushu. Ba'zida bu yo'l berish taxtillari bunda shaklda uchrab qoldi. Masalan, biz ma belgini boya o'rgandik. Bu belgidan mush uch bulunning uchi kimga qaratilgan bo'lsa, shu yo'l beradi. Lekin ba'zi ahvollarda tegida yana stop 150 metr. Ya'ni bu yer demakchi o'g'ini 150 metrdan keyin mushu belgiga uchraysiz, to'xtang deganni bildirdi. Yana ba'zida bu belge mushta 150 metr, 200 metr deb sal bururoq eskartib beradi. Ya'ni alayda diqqat qilish tegishli ahvollarda. Shun buni qisqacha o'tdik. Masalan, ma rasm qarasanglarmi, ya'ni ma belge Vorrangsweg, ya'ni Vorrangsweg oxirlashdi deganni bildiradi. Ya'ni sizning oldin minish yo'lingiz oxirlashdi deb. Endi men tegida 250 metr deb yozib qo'ygan. Ya'ni 250 metrdan keyin Vorrangsweg oxirlashdi, diqqat qiling deb alayda eskartib berib qo'ygan. Ba'zi ahvollarda mushtamu edi. Ondan yana yo'l berish tegishlik belgilar. Masalan, ma belge bu odatda kichik yo'llarda uchraydi. Ya'ni bu yo'l kichik. Ya'ni qarshi masalan ma rasmda qarshi tarafdan kelgan mashina qora rangda, lekin biz mangmoqchi bo'lgan yo'linish qizil rangga chiqqan. Shu yo'linishning belgisiga asosan
kimning boshdan mingish yoki boshdan mangmasligini belgilaymiz. Masalan, ma rasmning o'zida qarshi tarafdan kelgan mashina oldin mangdi, lekin qizil istirelkaning yo'linishiga qarab mangan mashina bo'lsa, qarshi tarafdan kelganga yo'l beradi deganni bildirmoqchi. O'sha istirelkaning rangi, yo'linishi qarab kimning boshdan mingish mangmasligini belgilaydi. Yana bir xil ahvol bunday ahvollardan keldi. Bu ham kichik yo'llarda uchraydi. Masalan, mana oq istirelkaning yo'linishiga qarab mangan mashina boshda mangsa bo'ladi, lekin qizil istirelkaning yo'linishiga qarab, ya'ni qarshi tarafdan kelgan mashina yo'l berish kerak deganni bildiradi. Yani bu işte kichik yo'llarda yoki yo'llarda biroq qurilish biroq qilayotgan bo'lib qolsa, ikki mashina tang mangolmaydigan ahvol ostida mushta belgilar bo'ldi. Yani bugungi darsimiz shu yo'l berish taxtasi to'g'risida qitimliq darsimizda inshaalloh shunga doir amaliy imtihon savollari bilan tanishib o'tamiz. Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Aman bo'lg'aysizlar, keyin qitimliq dars ko'rishaylik.